Bu pultda hozir ZZ funksiyaga tushib qolgan. Bu holatda hech narsa ishlamaydi-da, faqat ochadi, yopadi. Bagajda ham ochmaydi, mashinani yurgizmaydi ham pultda, avarinkalar ham yonmaydi. Mana shu narsani o'chirish uchun ham ovora bo'lib elektrikka boradi-da ko'pchilik. Shu narsani hozir o'zingiz qo'lingizda to'g'irlashni o'rgatib qo'yaman. Xo'p, ZZdan chiqarish uchun 1 bilan 3-knopkani, qulflash bilan bagaj ochadigan knopkani srazu bitta bosib qo'yib yuborsangiz chiqadi. Xo'p, PSV bilan drive, passiv rejim bilan drive rejim ham yonib qolgan bo'lsa, ochish bilan bagaj ochishni bossangiz passiv o'chadi. Buni cho'ntagingizda bosganingizda, ochaman deb bosganingizda qo'shimani ezib qo'yasiz-da. Shu paytda yonib qoladi. Xuddi shuni qaytarib etsangiz o'chadi. Xo'p, endi drive rejimni o'chirish uchun qulflash bilan yurgizishni bosish kerak. 1 2 3. Srazu mana o'chdi. Xo'p, endi tepada bolg'ani rasmi chiqib qolgan. Bu bolg'ani rasmi chiqib qolsa, mashinangizni kimdir tepsa ham, ursa ham, tumalatib yuborsa ham mashina pultga signal bermaydi. Panika rejim ishlamaydi. Buni o'chirish uchun bezokni o'chirdik-ku 1 bilan 3-knopkani. Shuni endi bosib turish kerak bo'ladi. Mana o'chdi. Bo'ldi, xudo xolisa bundan boshqa muammolar bo'yicha, tushunmagan narsalar bo'yicha direktga yoki kommentariyaga yozsanglar, to'liqroq yana ma'lumot beraman. Hammaga rahmat.